Billi. To'rtta pichoq zarbasi. Qo'lida hech qanaqa iz yo'q. Janob, nima deb o'ylaysiz? Qotillik qanday yuz bergan? Uy toza. Hech qanday janjal izlari yo'q. Hamma narsa joyida. Marhum o'z joniga qasd qilmagan. Bunday jarohatlarni o'ziga yetkazishni imkoni yo'q. Kimdir buni ortidan hujum qilgan. Oshxona pichog'i bilan. Nima? Ha, oshxonada hamma narsa joyida. Pichoqdan tashqari. Demak, qotil pichoqni o'zi bilan olib ketgan bo'lishi mumkin. Aytgancha yana bir narsani guvohi bo'ldim. Kirishda marhumning oyoq izlarini ko'rdim, lekin qotilniki yo'q. Yomg'ir yog'ayotganiga esa bir kun bo'ldi. Demak, qotil yomg'ir yog'ishidan oldin yashirincha kirib olgan. Agar qotil pichoqni olib chiqib ketganida, tashqarida oyoq izlari ikkita bo'lardi. Oyoq izlari bo'lsa, bitta. Demak, qotil